Erkak va ayol bir xil ovqat yeyishi, bir xil uxlashi, hatto bir xil sport bilan shug'ullanishi mumkin. Lekin nega ayollar tezroq toliqadi yoki kayfiyati ko'proq o'zgaradi? Javob gormonlarda. Ko'pchilik o'ylaydiki, testosteron faqat erkaklarga xos, estrogen esa faqat ayollarga. Yo'q, bu xato fikr. Aslida esa erkaklarda ham, ayollarda ham bir xil gormonlar bor. Faqat miqdori va ishlash ritmi boshqacha. Erkakda testosteron ayolnikiga qaraganda 10-15 barobar ko'p. Bu energiya, kuch va mushak uchun javobgar. Ayolda esa estrogen va progesteron yetakchi. Eng katta farq bu ish ritmi. Erkak organizmi kunlik ritmda ishlaydi. Testosteron ertalab eng yuqori, kechga borib pasayadi. Shuning uchun erkaklar saharda faolroq bo'ladi. Ayol organizmi esa oylik siklda ishlaydi. Har hafta gormonlar o'zgaradi, energiya, kayfiyat, ishtaha ham boshqacha bo'ladi. Bu xastalik emas, bu biologiya. Shuning uchun erkak va ayolga bir xil tavsiya berib bo'lmaydi. Lekin ikkalasiga ham umumiy bo'lgan asoslar bor. Ya'ni yaxshi uyqu, stressni kamaytirish, to'g'ri ovqatlanish. Organizmni tabiiy qo'llab-quvvatlash uchun esa har biriga mos vitaminlar mavjud. Fal va gulchangi gormonal balansga, kisal hindi qon aylanishi va yallig'lanishni kamaytirishga, zanjabil esa umumiy energiya va ovqatni hazm qilishga yordam beradi. Ya'ni yechim universal emas, balki individual bo'ladi. Siz o'zingizda gormonal o'zgarishlarni eng ko'p qanday holatda sezasiz? Asabiylikdami yoki doimiy charchoqda? Izohlarda yozib qoldiring va eng ko'p yozilgan muammo bo'yicha keyingi videolarda gaplashamiz.